To'xta do'stim, bir oz shoshilma. Senga bir savolim bor. Hozirda shu barmoqlaring bilan qancha video roliklarni, qancha reelslarni o'tkazib ko'rding? Qanchasi nafsingga yoqdi va qanchasi og'ir keldi shu nafsing uchun? Sen uchun guvohlik beradigan o'sha kunda, ya'ni qiyomatda bu barmoqlaring seni yaxshi deya oladimi? Yoki bir tasavvur qil. Nafsingga xush yoqmagan video chiqib qoldi. Uni mana shu barmoqlaring ila o'tkazib yubording va nafsing shahvati istagan videoda to'xtading. Shu payt omonatingni topshirib qo'ysang, keyin nima qilasan? Shu haqida o'ylab ko'rdingmi? Bir olgan nafasingni qayta chiqarishga kafolating yo'q. Ammo nimalar bilan o'zingni aldab yuribsan, do'stim? Omma oldida eng odobli yoki eng tartibli ko'rinarsan, ammo yolg'iz paytingda ham shundaymisan? Seni odamlardan hech kim ko'rmasa ham, seni kuzatib turuvchi zot borligini har nafas yodga olsanmi? Balki bu so'zlarimni mendan oldin ham eshitgandirsan, lekin eslatma faqatgina foydamiz uchun. Va yana bir gap do'stim, sen nimaga muhabbat qo'ygan bo'lsang, shuning ustida omonatingni topshirasan. Bir tafakkur qil do'stim.